Tarbiya farzand uchun eng muhim vazifalardan. Hazrati Ali aytadilar: ilmi bor bo'lsa-yu, lekin adab bo'lmasa, inson izzat sharaf topmaydi. Hasan Basri aytadilar: man la adaba lahu la ilma lahu. Odobi yo'q odamni ilmini e'tibori yo'q. Ilm bor, adab yo'q, ilm bekor ekan. Dinimizdan asosiy maqsad azizlar bu odob. Din butkul odobdan iborat. Ibodati bor, ilmi bor, adab bo'lmasa u bekor bo'lib qoladi azizlar. Dinimizda eng katta narsa bu odob bo'ladi. Ilm odobdan keyin turadi. Shunaqa fatvolar bor. Ilmsiz odobli odam ilmli